Bekorga Ibn Sino aytmagan ekan, 4 tasi shifo. Undan ortig'i ovqat hisoblanar ekan. Har kuniga 4 ta yeb yurgan odam hech qanaqa kasallikka uchramas ekan. Pistani shu to'ychalarga ekib 1 santimetr qivarish jicha nozikroq. Butun respublika bo'yicha ko'p joylarga olib ketishib boqqiganlar bor. Qancha zakaz qilishadi, aytishadi, buncha ko'chat qilib beringlar deb. Endi bolalar hammasi ishda, bizni qo'limizdan kelgancha mana hozir ham 1800 ta bor shu uyning ichida. 5000 ta, 4000 ta qilgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. O'shalarda ham o'sha Samarqand, Sirdaryo, ashaqlardan ham kelib ko'pchilik endi hali bolalar nimaga chiqarib qo'ysa, o'shalardan ham kelib olib ketishib, yozishadi, telefon qilishadi, rahmat. Hojata shu ko'chatingiz bunchalik bo'ldi, rasmini tashlashadi, nima qilay, xatini bitashim kerak, abriska qilishim kerak deyishadi. Men 2002-yilda nafaqaga chiqdim. O'sha progress tomonda, o'shadan bir har gektar olib nima qilsam desam, men ham endi ishxo'rman odamman-da, mayli, borib aynalib, xohlagan ko'chatimizni ekib kelamiz desa, kengayib hozir salkam 7 gektar ketdi. 2 gektar pista boq. Hammaga beraman. Aytaman, odamdan yaxshilik qoladi. Mana shu bir hovuchni oling, 50 ta chiqadim, 60 ta chiqadim, shuni po'chag'ini oling, utib qo'ying, bunday qiling, hamma jarayonini aytib beraman. Bu hozir odamlar masalan bu yil eksa, keyingi yili meva olishga shunaqa ko'chatlar ko'payib ketdi. Shuni nima qilishadi? Men o'zim aytamanki, keyingi yili o'sha daromda oladi-yu, men uni daromicha bo'lmaydi 5-6 yilgacha o'ram. Endi shuning uchun shu 4-5 yilgacha shu sug'arib turiladi, undan keyin o'zi bu o'q ildiz nam joyini topib olib, bu undan keyin 1 yilda 1 marta sug'aradigan paytlar keladi. Yoshlar shunaqa narsalarni qilib, izlanib, shuni kelajagi bor narsalarga intilish kerak-da.